Bir tikuvchi bor edi, do'koni bor edi, yonida qassob bor edi, u go'sht sotar edi. Ikkalasidan ham yaxshi bo'lgan bir odam tikuvchiga bir kuni aytdiki, sizda qani saxovat? Mana qassobni qarang, har hafta odamlarga tekinga go'sht ehson qiladi, kambag'allarga. Lekin sizda ehson yo'q, sizda saxovat yo'q, sizda bir kambag'al parvarlik yo'q. Va siz ham tirikchilik qilib pul topayapsiz-ku. Hech bo'lmasa shu qassobni yarmichalik bir saxovat qilsangiz bo'lmaydimi deganda kulib qo'ydilar, indamadilar. Alloh nasib etganicha. Qassob har hafta ehsonni qilar, odamlarni ko'nglini shod etardi. Tikuvchi odam bir kuni kasal bo'ldi, ko'pga bormasdan vafot etdi. Janozasiga ko'pchilik keldi, dafn bo'ldi. Keyin oradan kunlar o'ta boshladi, qassobning ehsoni to'xtab qoldi. Kambag'allarga ehson qilmay qo'ydi. Keyin bilsa, tikuvchi odam har hafta ehsonini qassobga berardi. Siz odamlarni kimligini, ro'zg'orini, qanday go'sht yeyishini, yemasligini bilasiz. Kim grammlab olishligini bilasiz. Ana o'sha qiynalgan odamlarga o'zingizdan hech kimga aytmasdan ehsoningizni qilib chiqaravering. Men har hafta qancha ehson qilsangiz, shuni men beraman deb mablag'ini tikuvchi berardi, go'shtidan qassob ehson qilib tarqatardi. Lekin sabrini qarang bu odamlarni, o'zini kimligini ko'rsatmasligini qarang. Mana shunaqa odamlar bor. Ehsonni qiladi, birov bilmaydi. Odamlar bor, arzimagan narsani ro'yobga chiqaradi, lekin minnati bilan, gapi bilan, so'zi bilan savobini yo'qqa chiqaradi.